Hello everybody. Today I want to talk about the Hammaga salom. Bugun sizlarning bog'ingizdagi daraxtlarda uchraydigan eng xavfli zararkunandalardan biri haqida aytib bermoqchiman. Oq ildiz qo'ng'iz haqida the eshitganmisiz? white root beetle is one of the most dangerous soil. Oq ildiz qo'ng'iz bu tuproqda yashovchi eng xavfli zararkunandalardan biri bo'lib, u har yili olma, nok, pista, uzum va boshqa mevali daraxtlarga katta zarar yetkazadi. After entering the soil, the larvae begin feeding on the roots of tree. Qo'ng'iz lichinkalari tuproqqa kirgach, daraxtlarning ildizlarini kemira boshlaydi. Natijada daraxt asta-sekin zaiflashadi va oxir-oqibat qurib qoladi. Voyaga yetgan qo'ng'iz tuxum qo'ygach, ular tuproqda qoladi va taxminan 3 yil davomida rivojlanib, keyin voyaga yetgan hasharotga aylanadi. Each female beetle can lay eggs, 80 eggs. It's very big. There are two main type of Har bir urg'och qo'ng'iz 80 tagacha tuxum qo'yishi mumkin. Bu juda katta miqdor. Bu qo'ng'izning ikkita asosiy turi bor. Biri jigarrang, ikkinchisi esa och rangli bo'lib, qanotlarida naqshlar mavjud. Ular odatda iyun va iyul oylarida uchishadi. Shu davrda juftlashish va tuxum qo'yish jarayoni sodir bo'ladi. adult beetle feed mainly on the tree leaves, while the larvae feed exclusively on the root. Voyaga yetgan qo'ng'izlar asosan daraxtlarning barglari va tanasidan oziqlanadi. Lichinkalar esa faqat ildizlardan oziqlanadi. Bu hasharot fototaktik hisoblanadi. Ya'ni yorug'likka intilib yashaydi. Ularning sonini kamaytirishning samarali usullaridan biri bu yorug'lik tuzoqlarini qo'llashdir. Bu tuzoqlar qo'ng'izlarni yorug'lik orqali jalb qilib, ularni tutib oladi. Hatto bitta qo'ng'izni tutish orqali siz bog'ingizni 80 tagacha tuxumdan himoya qilishingiz mumkin. Agar tuproqda bu qo'ng'izlarning soni ko'p bo'lsa, tuproqni haydash va qishki sug'orish orqali ularning miqdorini 5 hafta davomida kamaytirish tavsiya etiladi. In mid-spring and summer, the larvae is removed closer. Bahor o'rtalarida va yozda lichinkalar tuproq yuzasiga yaqinlashadi. Shu paytda yerga suv to'plash ularni yo'qotishda yordam beradi. Ayniqsa qushlar kabi tabiiy dushmanlar yordamida. Bundan tashqari samarali insektitsidlarni daraxtlarning tagi qismi va shox shabbasi atrofida qo'llash mumkin. Bu juda katta samara beradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Thank you for your attention.